Va nihoyat yangi uyga ko'chib o'tdimizligi yangi uyimdan yangi mini vlog. Menga to'g'risini aytsam, uyimni ko'chadagi atmosferasi juda ham yoqdi. O'zi ham ertalab tursam soat 2 bo'pti. Bugun anchadan beri niyat qilib qo'ygan ishimni yakunlab qo'yish uchun bitta joyga boraman. Uning uchun chiroyli meykap qilib olamiz qizlar. Sizlar ham menga o'xshab kosmetikaga to'ymasmisizlar? Yaqinda yangi brendda kosmetikalarni sotib oldim. O'shalar bilan hozir meykap qilamiz. Kiyim do'konlardan tashqari kosmetika magazinlariga ham ambasadorlik qilaman. Birinchi o'zimda ishlatib ko'rib, keyin sizlarga maslahat beraman. Bu brendda to'g'risini aytsam, menga eng yoqqan narsasi bu ten bo'ldi. Chunki eng chiroyli ranglar shu tenda ekan. Kipriga ektirmagan paytim ko'zimni qoraytirib qalam bilan podvodka surishni juda ham yaxshi ko'raman. Ikkitasi bittada, ham qalam, ham podvodkali podvodka yoki podvodkali qalam. Strelkalarni qonun qoidasiga tupurgan holatda o'zim xohlaganimdagi amallab podvodkalarni chizib olaman. To'kilib ketgan kipriklarimga bo'lsa, Aurobellani shunaqa chiroyli qilib qo'yadigan tushlardan surib olaman. O'zim ishlatib yurgan rumiyanamni otvorishimga sababchi bo'lgan rumiyani mana shu bo'ladi. Pomadasini o'zi ham rangiga qaramasdan tanlab qo'ygan ekanman. Qip-qizil pomada chiqdi. Buni surish xato dedim-da, o'zim sevimli konturimni surib oldim, lekin o'zingizlar rangini tanlab olsanglar bo'ladi. Kosmetikalarni optim narxda olmoqchi bo'lsanglar, Coco'sdan bemalol olsanglar bo'ladi. Pastga atmetga qilib qoldiraman bugungi lukimni tayyorlab, o'zimni sevgan holatda ketdim.